Hammaga assalomu alaykum. Srochniy video. Demak, bizada hozirgi paytda Partalsda va MRKTda juda katta protsentlar boshlandi. Ko'rsanglar bo'ladi. 211% beryapti Partals va MRKT 221% hozirgi paytda beryapti. Bundan oldin bu haqida video qiluvdim sizlarga. Imенно mana shu haqida tayyorgarlik qanday qilish, nima qilish haqida o'ng tepada chiqadi, bosib ko'rsanglar bo'ladi. Demak, hozir men o'zim giftlarni katta qismini emas, endi bitta shlemim bor edi, eslaringizda bo'lsa, qimmatrog'idan tashladim Partalsga. Mana hozirgina tashladim. 184 ton bo'ldi. Endi bu общий hisoblayapti-da. Demak, bu mana shunaqa protsent bir kun hatsab ishlab bersa ham men 1 ton ishlayman. Kuniga 1 tondan bo'lyapti. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman qanday bo'lishini. Qarang, kalkulyatorni ochamiz. Hozir уже qaranglar, уже 215 bo'ldi. 215 ni bo'lamiz 365 ga 58 bo'lyapti. Hop, 58 bo'lsa agar 184 ko'paytiramiz. 54 dedim, 58. Mayli, mana. Mana 1 tondan ko'p bo'lyapti. 1 ton kuniga mana shundan keladi. Mana shuni o'zidan. Hali bitta ton ham bor. Eslaringizdan chiqmasin, tondan mana 20% beryapti. 2 soatdan keyin tugaydi. Men yana boshqatdan bosib olishim kerak. Mana bir necha kun ichida уже 0,2 ton yig'ilibdi. Endi ko'proq ton tashlasam ham bo'lardi. Endi risk qilmay deb bitta Partalsni o'ziga bir galab pul tashlab qo'ymay deb, endi xudo biladi, baribir biron narsa bo'lib qolishi mumkin. Endi bilinglar demoqchiman-da. Shunga hamma pullaringizni, uylaringizni, nima deydi, katta narxalaringizni tikmanglar, baribir nima bo'lsa ham. Baribir nima bo'lsa ham bu отдельный, частный marketplace-da bu. Baribir hech nimada bo'lmaydi, garantiya berib bo'lmaydi demoqchiman shu. Baribir ham shunga qaramasdan ko'rsanglar bo'ladi. Endi qancha? Mana 154 bo'pti, 184 bo'pti. Salkam 250 ton o'zim tiqib olganman mana shu yerga. Ну mayli, неважно. MRKTda ham mana 221% bo'pti. Bu yerda menga 0,02 ton yetmayapti menga. Endi buni aktivlashtirish. Endi menda yana giftlar bor, tashlashim mumkin edi, lekin MRKTga men unchalik nima deydi, doveriyat qilmayman, ishonmayman. Shunga MRKTga tashlashim kelmadi. Yaqinda ham esimda bitta bola, короче, naqa tashlagan, plyush PP tashlagan MRKTga, u hisoblamagan, bir balolar bo'lgan. O'zi bechora bir haftadan beri yugurib yuribdi. Videolar ham oluvdi. MRKTdan na bir javob, na bir ishni hal qilib berishgan. Короче, shunga MRKTda men salgina sovuroq bo'lib qolganman-da. Shu. Bo'ldi, demak, mana shunaqa video bizada. Aytgancha yana bitta muhim informatsiya, yangilik ko'rdingizlarmi yo'q, mana kanalimda tashlab ketaman. Ton уже CX birjalarda, то есть birja Bybit, yana qanaqa birjalar, hamma o'sha birjalar bor-ku, CX birjalar. Tonlarni уже depoziti полностью ton ishi to'xtaladi 15-iyun. Endi bu taxminiy anaqada, bu qaysidir konkretniy birjada, bir xil birjalarda уже yopilyapti. Masalan, Bybitda уже yo'q. Ton уже yo'q. Xo'p, keyin esa 22-da yana sekin-sekin qo'shilishni boshlaydi. Уже ton emas, gram bo'lib qo'shiladi. Mana shu ham eslaringizdan chiqmasin. Bu ham bitta muhim informatsiya. Qolgan informatsiyalarni o'zlaringiz o'qib chiqsanglar bo'ladi kanalimizga kirib. Xo'p, bu yerda agar o'zlaringizning giftlaringiz bo'lsa, sotib olmoqchi bo'lsanglar, sotmoqchi bo'lsanglar ham o'zimizning gruppalarimiz bor. Bizning kanalimiz haqida unutmanglar, kirib obuna bo'linglar. Bu yerda полностью informatsiya berilgan. Kanallar haqida o'qib chiqsanglar bo'ldi. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.